Bu aslida bitta meni nimam emas, yutug'im emas, bu meni komandam ham yutug'i. Assalomu alaykum aziz bugungi tadbir ishtirokchilari va bizni kuzatayotgan barcha aziz xalqimiz, aka-uka, opa-singillar. Ilm hamma narsadan ustunligini bugun har bir ziyoli ota-ona, har bir ziyoli farzand, har bir ziyoli kishi yaxshi biladi. Jumladan ilm ahli ham xuddi shunday. Alloh taolo kalomi sharifida ilm ahlini darajalarini baland qilganligini, baland qilishini xabarini beradi. Shu ma'noda biz bir necha yillardan beri oilamiz bilan niyat qilib payg'ambar alayhisolamning yo'llarini davom ettirish, aziz xalqimizga islomni pok holda yetkazish, salaf ulamolarimizga ergashgan holda, ayniqsa bugungi kunda yoshlar ta'lim tarbiyasida dinning sof jamolidan foydalanish, uning ma'naviyati, madaniyati, ruhiy tarbiyasidan foydalanish ma'nosida oilaviy bir maslahat qilganmiz. Mana bir necha yillar oldin bo'lgan bu maslahatni alhamdulillah natijalarini ko'rib boshladik. Albatta buning uchun mamlakatimizda yo'lga qo'yilgan qulayliklar, davlat rahbarining bevosita ilm ahlini qo'llab-quvvatlashi, xususan xotin-qizlarning ilmlik bo'lishi yo'ldagi sa'y harakatlarining, demak, ko'shishlarini evaziga shunaqa imkoniyatlar, natijalar bo'lyapti. Bugun alhamdulillah biz bir necha yillar avval Maryam xonim bilan birga qilgan maslahatimizni, rejamizning navbatdagi mahsuli bir katta quvonchli tadbirga sizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Bugungi tadbirimizga Turon Fanlar akademiyasining vitse-prezidentlari domlamiz professor doktor Zafar Samandarovich tashrif qilganlar, u kishining qizlari Umidaxon hamda Maryamxonni bu yerdagi jamoasi. Hozir men so'zni mamnuniyat bilan domlamizga beramiz. Albatta ularning xushxabarlari bor. O'sha xushxabarni bugun taqdimotini inshaalloh o'tkazadilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala barakatuh. Hurmatli jamoa, men juda xursandman. Bugun Turon Fanlar akademiyasining prezidium topshirig'i bilan ushbu xonadonda rahmatli Termiziy xonadoniga tashrif buyurdik. Chunki 2 yil muqaddam bu xonadon sohibiga duo qilingan. Bu xonadon ahllarini, zurriyotlari to qiyomatgacha hojilar sulolasi, akademiklar sulolasi bo'lsin deb duo qilgan. Mana bugun shu duoimizni natijalarini ko'rib turibmiz. Turon Fanlar akademiyasi 2012-yilda muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyev Yunivich Karimov tashabbusi bilan ochilgan akademiya hisoblanadi. Vaqti keldiki 19 yil O'zbekiston Respublikasi akademiyaga saylov bo'lmadi. To'g'ri tushunish kerak, davlatimiz rahbari akademiklardan juda ham katta salmoq kutgan va albatta qaysi joyda raqobat bo'lsa, o'sha joyda rivojlanish bo'ladi degan konsepsiya bilan Turon Fanlar akademiyasini tashkil bo'lishiga o'zini asosiy fotihasini berdi va 2012-yilda xalqaro Turon Fanlar akademiyasi tuzildi. Bu Turon Fanlar akademiyasiga hozirgi paytda bir qancha ilmiy tekshirish institutlari, innovatsiya, know-how, texnologiya instituti, bizning boshlig'imizdagi pedagogika instituti, psixologiya instituti, tabobat instituti, xalqaro Turon ixtirochilar uyushmasi, xalqaro Turon yozuvchilar uyushmasi, xalqaro Turon jurnalistlar uyushmasi, xalqaro Turon kompozitorlar uyushmasi kabi bir qancha uyushmalar akademiyaga birlashgan. Ya'ni asosiy shior Amir Temur tig'i yetmagan joyni olimlarning qalami bilan dunyoni zabt etish. Haqiqatan ham mana hozir 25 ta davlat Turon Fanlar akademiyasi a'zosi. Shu jumladan Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtati, Osiyo davlatlari bu akademiyasi a'zolari. Va xususan 2016-yilda Turon Fanlar akademiyasining akademik qilib muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Turon Fanlar akademiyasining akademiki haqiqiy a'zoligiga saylandi. Bu sharafdan keyin ularning tashabbusi bilan bir qancha davlatlar rahbarlari, Qozog'iston Respublika prezidenti Nursulton Nazarboyev, Tojikiston Respublika prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston Respublikasi prezidenti Berdimuhamedov sobiq, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti 2021-yilda Sadir Jabbarov hamda
Ozarbayjon Respublika Prezidenti Ilhom Aliyev Turan Fanlar Akademiyasini akademikligiga saylandi. Ya'ni 6 ta prezident, 3 ta viloyat hokimi, 19 ta general, 17 ta respublikamiz eng rivojlangan oliy ta'lim muassasasi rektorlari. Bu juda ham katta jamoa hisoblanadi. Keng ko'ramda. Shuning uchun bu jamoaga men a'zo bo'lgan hurmatli akademikimiz rahmatulloh qori hazratlari, shayx hazratlari mana akademiyaga a'zo bo'ldilar. Undan oldin Rossiyadagi nufuzli universitetning faxriy doktorlari bo'ldi. Ya'ni bu akademiyamiz eng munosib nomzod sifatida qabul qilindilar va mana duomiz ijobat bo'lib, mana yaqinda mana shu oyni 25-mayda o'tgan prezidium qarori bilan Turan Fanlar Akademiyasining akademikligiga hurmatli Maryam Mansurovna qabul qilindi. Ruxsat bersangiz, Turan Fanlar Akademiyasini prezidium qarori bilan marhamat. Rahmat. Mana qizimiz Turan Fanlar Akademiyasini oltin nishoni. Akademiklik oltin nishoni. Hali bironta akademiyada unaqa yo'q. Usti tilladan bo'lgan bu oltin tilla nishonini marhamat Umidaxon qizim taqib qo'ysangiz. Yurak tarafga. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Jonlab o'tibdi. Rahmat. Marhamat qizimiz mana bu ko'krak nishon nomerlangan o'sha nimasini tasdig'i va albatta mana shu akademiklik hujjatlari bilan mana shu xonadon ahlini muborak bo'ldiring. Men o'ylaymanki, mana shu duolarimiz ijobat bo'lib, keyingi navbatda shu ahli oila ahbaytlarni zurriyatlarini ham mana shu qutlug' unvonlar bilan akademiklar unvonidan tabriklash nasib ro'z aylasin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Qo'llab tabriklaymiz. Katta rahmat. 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 Bu aslida bitta meni nimam emas, yutug'im emas, bu meni komandam ham yutug'i. Davomli bo'lsin. Mehnatimni e'tirof qildinglar va bu ham meni kichkinagina sovg'a. Men o'zimga Alloh razı olsun. kitobim. Xuddi shunday bilardik. Rahmat. Rahmat. Bu avlodlarimiz 12-yildan shajaralarimiz nima qildik? Imom Hasan avlodi, Fatima Hazrat Ali Fatima onamiz Imom Hasan avlodi. Qarindosh ekanmiz-da. Husayn avlodi. Ha, shunaqa. Shuning uchun Qori aka bir gaplari bor. Sulton suvagini xor qilmas, balkim xor qilmas degan aziz qilar deganda, mana bugun mana shuni isbotini ko'rib turibmiz. Rahmat. Ilohim bardavomli bo'lsin. Haqiqatan ham bizga o'zi aslida saidlik degani bu unvon emas. Aslida bu juda ham katta javobgarlikda. Masalan, ko'pchilik said desa bu unvon, haligi bu martaba deb o'ylaydi. Aslida saidlik degani bu katta javobgarlik, bu xizmat degani. Ilohim mana shu mas'uliyatga biz befarq bo'lmasa, mana shu mas'uliyatni chiroyli olib ketishligimizdan Alloh nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat.